Bu meva haqida eshitgansiz, ammo to'liq ma'lumotga ega emassiz. Ma'lum va mashhur o'simlik mevasi bo'lmish, daraxt mevasi bo'lmish jiyda haqida. Jiyda qanday kasalliklarga foydasi bor? Jiyda asosan bolalar gijjalarini tushirishda, ichaklarning shilishida, ya'ni ichaklarda qon ketishda, xohlagan joyida ichakda qon ketish bo'lsa, jiydada juda yaxshi xususiyat borki, jiyda yeb yursa, o'sha ichakdan qon ketishini to'xtatadi. Inuris bolalarda siydik tutolmasligi, kattalarda ham bo'ladi bu narsa. Siydik tutolmay, qovoq bo'shlik kabi kasalliklarga yaxshi foyda qiladi. Hattoki oshqozon yarasi uchun ham yaxshi shifoli bir o'simlik mevasi hisoblanadi. Avvallari ko'p joylarda jiyda daraxtlari bo'lardi. Qovoqsizlik kabi, ya'ni inuris kabi kasalliklar ko'p uchramas edi. Kundan kunga jiyda daraxti, ya'ni mevasi kamayib ketgan sayin bizda buyrak kasalliklari, ichak kasalliklari, ich ketma kasalliklari, bolalar gijjalari, inuris kabi kasalliklar juda avj olib ketdi. Jiydani doimo uyda, oilada bo'lish kerak va yuqoridagi holatlarda, bunday holatlar bo'lmasa ham jiyda yeb yurgan yaxshiroq. Ko'plar jiyda ishni qotiradi-ku deydi. Endi ko'p yesa qotiradi. Agar kam yesa ham qotirsa, unda o'rik sharbati ichib yurgan ma'qulroq.